Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga Baykal brendidan shlipovka apparatlarimiz yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shlipovka apparatlarimizda qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. Bungacha kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Baykal brendidan shlipovka apparatlarimiz 1 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. LED chiroqli variantlarda hamda pilisosli variantlarda do'konimizga yetib kelgan. Apparatlarimizda tagini razmerlari 215 mm diametrga ega bo'ladi. Apparatlarimiz 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan bo'ladi. Kimga shunaqa apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida, Navoiy massiv, Malina Steforining yonginasida joylashgan qurilish texnikalar va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Apparatlarimizda o'zini ichidan uzaytiradigan trubkalari chiqadi. Qo'l yetmaydigan teppa pataloylarga bemalol ulab ishlatsalaring bo'ladi. Hamda 6 talik najdak qog'ozlari, ko'z oynaklari, pilisos qopchalari qo'shib beriladi. Kimga shunaqa apparatlardan zakaz qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpiska bosib, kuzatib borishni to'xtatmaysizlar. Yangiliklarimiz hali ko'p bo'ladi.